Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun bizga ko'rsatuvimizga 2014-yilda ishlab chiqarilgan CLS 63 AMG Banan mashinasi. Obzorida bu mashinamiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan toza 63 AMG. Buni obzorini bugun qisqacha va to'liq iloji boricha ko'rsatishga harakat qilamiz. Ma'lumotlarni, yurishlarini ko'rasizlar. Kanalga obuna bo'lishni unutmanglar, like bosishni esdan chiqmasin. Davomini ko'ramiz. Aziz do'stlar, mana bugun W218 CLS AMG 63 Banan mashinamizning obzori. Salon qismi. Konsollari mana o'zgacha, bu konsollari ham ko'rishingiz mumkin. Komfort, Sport Plus, mexanika уже AMG knopkalari, qolgan konsollarda уже ko'p narsalar bor. Qolganlari mana ko'rib turganinglardek allambalo bo'yatibdi. Yog'ini endi iloji boricha qo'ldan kelgancha sizlarga obzor qilib ko'rsatib beramiz. Yo'qsa endi nimadir deysizlar endi kommentariyada. Salonlari ajoyib ko'rinishli deyni. Teglarni, amitlarni ham tapetkalar, o'zi zavodskiy. Svetlari takoy, ajama kontri. Kolonkalari Harman Kardon. Ko'rishingiz mumkin. Mashina bilmadim, o'rtacha komplektatsiyasi bu. Unchalik full emas, lekin AMG'ning prostoy versiyasi deb o'ylayman. Chunki diskalari ham oddiy, salonlari ham, duklari ham mana bu yerda oddiy turibdi, Mercedesga o'xshab. Bu komplektatsiyasiga qarab, hammasi har xil zakaz qilingan. Buniki endi как prostoyroq, oddiyroq versiyasi. Atak yuk bor tomida, sidenalar suriladigan. Hamma narsasi oldida mana masajlar, hamma narsasi bor ekan mashinasi. Salon yomon emas, qora, to'mli. Chiroyli. O'rtoqlar, baribir Mercedes o'zingizlar bilasizlar, o'zgacha kapot ochilish usuli bor buni. Oxirigacha ochib ko'rsatib qo'yiladi. Har doim bemalol nahotasiga bu narsa bo'lib qolsa, qo'lni ham tutib, bemalol motori hamma joyga yetadi, ham kapot turishini qaranglar. Mana bu yerda V8 biturbo motorimiz turibdi. 505 63 AMG. Hammasi mana shu atak chang bo'yapti, motorga ahamiyat bermaydigan qaranglar. Endi nima deysizlar endi? Atak mana shu V8 AMG original, mana bu yerda nimadir kimdir ishlab chiqarilgan ekan, nimadir Richmondmi, Matrikmi, nimadir degan ekan. AMG Germaniyada mana ko'rib turibsizlar. Atak mashinani qisqacha aytganda 520 ta ot kuchi bor. Shunga yarasha mashina o'zi ham yuraman deydi. O'yvar deb qo'yadi o'zchalik. Endi katta bolalarning mashinasi mana shu bo'lsa kerak deb o'ylayman, lekin uncha odam, yigit orzu qilgan mashina-da, bar. Nima edi, gap bor-ku, sanda qanaqa mashina desam, menda Banan deydi, shunaqa-da o'rtoqlar. Mashina mana o'zgacha, lekin turishi, sveti ham allambalo ekan, ko'rsanglar. Boshqacha bo'lib turibdi. Mana mokriy asfaltni mana jinnisi. Mashinaga bunga ortiqcha ta'rif berishga ham shu shart emas, bu mashinani turishi o'zi ko'rgan ham biladi. Qanaqa holatligini, yurishini o'zi hamma niyat qilganlar bo'lsa like bosib qo'yinglar, kimga niyat qilganlar erishsin, bundan zo'rlarni ham haydanglar. Iloyim. Endi qisqacha yo'q-yo'qlarni ko'rsatamiz deb, ko'rsanglar qolganini like bosib turasizlar. Bu Fomatic bo'ladi o'rtoqlar. Biturbo Fomatic deb yozib qo'yibdi. Mana bu orqa vidushi emas. Bu Fomatic 4 ta ballonni tortadigani bu. Bunda faqat uncha-muncha drift qila olmaysizlar, chunki oldi ham qo'shilib tortgani uchun orqasida burnout qila olmaysizlar. Bu yurib ketib qolaveradi. Videoni ko'rsangiz, video davomida uni ham ko'rsatib beramiz. Mashina mana shunday. Yomon emas lekin. O'rtoqlar, bu mana orqasidan ko'rinishi CLS 63 AMG. Bu S emas, bu oddiy komplektatsiya.
bu unaqa ham ko'rib turgan bo'lsangiz, zavodskoy turibdi. Unaqa ko'p narsasi emas. Zavodskoy stok holati mana shunaqa bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, diskamizning ham razmeri уже 19 bo'ladi. 19 diskada AMG da turibdi. Endi уже yarashganiga qarab turib odamlar 20 taqadi diskasini shunga qarab. Atak perforatsiyalar qilingan diskalar tormoz sistemasi ko'rib turishingiz mumkin. Yomon emas, lekin chiroyli ishlab qo'yilganda baribir. Mashinani endi ko'rishiga, yurishiga qarab shu joyni kesamiz operator deydi. So'la endi hozir mashinamizni vexlifiga, ovoziga baho berasizlar. Endi bu stok holatdagi hali qilinmagan baho berasizlar. Shunga ham ovozi ham yomon emas, endi ortiqcha zvuk ham emas, ortiqcha garatskoy sistemada ovozda maza qilib yursangiz bo'ladi, hech kim bosh og'riq qilmaydi bunaqa ovozda, hech kim qarg'ishiga ham qolmaydi. Lekin yurganda ovozi komfortli chiqadi. Bu yo'q, endi yurishini ko'rib berasizlar, qanaqaligini shunga qarab tirs bu yo'q. Mana yurishini endi bitta qisqacha obzor qilamiz. Komfortda yurishi mashinani unchalik sezilmaydi. Sportda yurganga qaraganda. Atak mashina unaqa yumshoq emas, jo'ski qanaqadir yurishi. Yumshoq, maza qilib yuradigan holat emas. Endi baribir sportkar bo'lgani uchun qanaqadir mashina tezligi, moyilligi bor-da, shuni hisobiga mashina jo'ski deb baribir pnevmalari bor. Amortizator pnevmada ishlaydi baribir. Mashina qanaqadir jo'ski deb baribir. Shuni hisobiga sal likillab yurasiz-da. Atak mashina zo'r, mazza qilib yurasizlar. O'zgacha his baribir mashinada yurganda. Kerak bo'lsa klimat kontrolni o'z tarafga to'g'irlab qo'yasiz yoki yoningizdagi odamga klimatni to'g'irlab berasiz. Klimat kontrol hamma narsasi bor. Barlari mana qo'shimcha aytib, bar qo'yib o'tirish shart emas, mana o'zini barlari bor. Yomon emas shekilli bari ham. Unga bar qo'yish shart emas, rul qo'yish shart emas, kursi hech narsa qo'yish shart emas, maytovollari ham hamma narsasi zakonniy holatda. O'tir, hayda, bos deydigan joy. Faqat shu kamida 95, atak 98 benzin talab qiladi bu mashina. Undan kami mashinaga motori ko'tarmaydi, qo'yib bo'lmaydi. O'sha hisobiga faqat 95-98 qo'yish kerak bo'ladi. Video endi sal olinayotganda likillab holatlar bo'layotgan bo'lsa, mashina jo'ski baribir Amerika yo'llarida olinyapti. Baribir shuni hisobiga ham yo'l qing'ir qiyshiligi nomiga bo'lsa ham sezilyapti mashinada. Xo'sh, mashinamizning endi qo'zg'alishini bir ko'ramiz endi qanaqa ekan. Mana Sport Plusga qo'yamiz. Mana Sport Plusga qo'ydik. Sport bosamiz knopkasini, AMG knopkalarini bosdik, hamma narsa yoqildi. Endi mashinani qo'zg'alishini ko'ramiz, bir his qilib ko'ringlar. Agarda videoda bilinsa bu emotsiya, agar bilinmasa endi Xudo xolasa nasib qilganda inshaalloh haydaganinglarda shu emotsiyalarni ham bilib olasizlar. Endi qo'zg'alamiz mana. Mana bu emotsiyasi vahshiy boshqacha deb. Bir deganda o'sha salkam 160 ga chiqdik. 150 atrofida yurdik o'sha. Mashina ощущение вообще bomba bo'yatibdi. Yurishiga gap yo'q.
bolalar ko'rib turgan edingiz, yurish yomon emas, lekin bomba bo'yapti o'zi ham. Haqiqiy katta bolalar mashina shu bo'lsa kerak deb o'ylayman, mazza qilib haydaydigan, bearmon bosadigan. Yoqqan bo'lsa-da, vay. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Gliding with the native foes poke. On the block like a street light. With the native foes poke. They were gliding with the on the block like a street Did you dash live or Bruce? What you